Pokistonda terrorizm tadbirkorligi uchun ayblanib o'lim jazosi hukmi chiqqan 500 ga yaqin odamni dorga osish yaqin haftalarda bajarila boshlaydi. Gunohkorlarni afv etish iltimosi prezident tomonidan rad qilingan. Premyer ministr Navaz Sharif bungacha o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriyni maktabga bo'lgan hujumdan so'ng oldirib tashlagan. 16-dekabrda Peshavardagi maktabga bo'lgan terroristik hujumdan 132 o'quvchi halok bo'lgan. Moratoriy olingandan beri 6 odam dorga osilgan. AQSh Rossiyani jahon savdo tashkilotlarining qonunlarini buzmoqda deb ayblab, Rossiyaning G'arbga bergan javob sanksiyalarini tanqid qildi. Rossiya o'z qo'shnilari va Amerikaga qarshi qabul qilgan qarorlar ochiq savdo tamoyillariga qarshi keladi deyishadi Oq uydan. Bungacha Yaponiya bilan Yevroittifoq Rossiyaning ustidan jahon savdo tashkilotiga shikoyat qilgan. Rossiya jahon savdo tashkilotiga 2012-yili kirgan edi. Belgiyada hukumatning tejamkorlik siyosatiga qarshi chiqqan demonstrantlar Premyer ministr Charl Michelni mayonez qo'shilgan kartoshkali fri bilan urishgan. Bu Belgiyada milliy taom qatori hisoblanadi. Vaziyatdan hukumat rahbari jilmayish bilangina chiqdi va u mayonez sochgan ayolga qarata ayb qo'ymaydi. Michel galstuk bilan ko'ylagini almashtirib o'z so'zini davom ettirdi.